Assalomu alaykum. Do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana bugun men paxotga qilayotgan paytimga video olib ijtimoiy tarmoqlarga ulashishni xohladim. Ya'ni sizlar ham paxotga qilishlaringni xohlayman. Paxotganing foydalari juda ko'p. Bir narsani aytmoqchi edim. Bugungi kunimizdan uyalmasligimiz kerak ekanda. Misol qanday sharoitda yashayapmizmi yoki qanday vaziyatdamiz, qanday vaziyatda bo'lsak ham, qanday sharoitda bo'lsak ham oldinga harakat qilishimiz kerak. To'xtamasligimiz kerak. Erta sharoitim zo'r bo'lsa, erta vaziyatim zo'r bo'lgandan keyin, pulim ko'p bo'lgandan keyin bu ishni qilaman, u ishni qilaman deb yurmasdan o'sha miyamizga kelgan ishni boshlashga harakat qilishimiz kerak. Birinchi qadamni qo'yishimiz kerak ekan. O'shanda bizga imkoniyatlar kelar ekan. Shuning uchun